Yangi Toshkent hududida bugungi kunda Crystal Avenue turar joy majmuasiga keldik. Sizlar bilan birgalikda hozir kichkina obzorini ko'rib ketamiz. Crystal Avenue 12-qavatga chiqdik. Sizlar bilan hozir Sardor aka ma'lumot so'rab ketamiz. Sardor aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Agarda adashmasam, bu yerda mixed use format deb aytgansizlar. Bizga qisqa ma'lumot berib ketsangiz. Xo'p bo'ladi. Hozirda biz Crystal Avenue turar joy majmuamizda joylashib turibmiz. Bu yerda turar joy majmuamiz 4 gektarga tushyapti. Bu yerda bizda 4 ta blokdan iborat жилой bloklarimiz bo'ladi. 2 ta biznes sentrimiz va undan tashqari targoviy va gostinitsalarimiz ham bo'ladi. Birinchi etajlarimizni полностью hammasi bizda noturar joy majmualarimiz bo'ladi. Ikkinchi qavatdan esa bizda turar joy majmuasini ichidagi hovlilari, workout zonalari joylashgan bo'ladi. Agarda adashmasam, agar sizlar sarmoya kiritmoqchi bo'lsangiz yoki tadbirkor bo'lsanglar, noturari shift balandligi 9 metr, ya'ni xolasizlik kelgan bo'lib olsanglar, bu juda ham zo'r sarmoya deb o'ylayman. Menga mana biz hozir qarab turganimiz полностью Yangi Toshkent hududiga qarab turibdi bu yerdagi vidlari. Fontan 230 metrga balandlik chiqishini ko'rsatib yuborsangiz, qayerda ko'ringanini. Hozirda bizda fontanimiz mana bu tarafda joylashgan bo'ladi. Undan tashqari fontanni oldida u tarafda bizda FIFA standartlari bo'yicha qurilayotgan stadionimiz ham ko'rsatilib turibdi. Bu FIFA stadioni. Xuddi 5000 ta bittada odam ko'rsa bo'ladigan joylarimiz standart bo'yicha to'g'ri keladi. Sardor aka, yana adashmasam, bu yerda sizlarda biznes sentrning otellari bo'lyapti. Shundoq bizga ko'rsatib tushuntirib ketsangiz. Xo'p bo'ladi. Mana hozir ko'rayotgan binomiz, mana bu polukrug bo'ladigan bu gostinitsamiz bo'ladi. Bundan tashqari bu yerda 2 ta biznes sentrimiz bor va bu yerda bizda targoviy sentr ham mo'ljal qilinyapti. Chap tarafdan esa bizda полностью жилой bloklarimiz, ikkinchi qavatdan esa o'sha dvoriklarimiz boshlanadi.